Xullas o'rtoqlar, men Oliy Majlis palatasiga xat yubordim. Kinolarni O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan bo'lsa, kinoteatral mana bu seanslarni, pokazlarni o'zbek tilida berishni qonunan majburiy qilib qo'yishni men taklif qilib chiqdim Qonunchilik palatasiga. Chunki hozir men sizlarga aytib beradigan bo'lsam, bunaqa qonun osmondan o'ylab topganim yo'q bu narsani. Boshqa davlatlarda ishlaydigan qonun. Misol uchun Qozog'istonda shunaqa kamida subtitr bo'lishi kerak qozoqcha film Qozog'istonda kinoteatrlarda ketishi uchun. Qozog'istonda shunaqa. Ukrainada umuman dublyaj qilinishi kerak. Dublyaj qilinishi shart bu narsa. Lekin Ukrainani bunday olib qarasanglar, deyarli ruslar. Ruslardan necha barobar kam xalqi. Lekin ular o'zini tilini birinchi o'ringa qo'ygan, ukraincha tilda ko'rishadi kinoteatrda kinolarni. Hamma kinolar dublyaj qilinadi ularda. Xullas men yozdim, menga kinematografiya agentligi bunaqa huquqqa ega emas deb javob berishdi. Xullas meni xatimni kinematografiya agentligiga yuborishgan. U yerdagi menga o'sha kinematografiyani rahbari javob yozganlar. Bizda bunaqa huquq yo'q. Bu o'sha tadbirkorlarni xohishiga, erkin tadbirkorlarni xohishiga qarab qilinadigan narsa deb menga javob berishdi. Bu narsadan men tushundimki, ular kinematografiya sohasidan deyarli hech qanaqa bilimga ega emas odam ekan deb tushundim ularni. Hozir men gapiradigan bo'lsam, yana ham chuqurroq ketadigan bo'lsam, sizlarga tushuntirib beraman nimaga bu gapni gapirayotganimni. Osmondan gapirmayapman. Bizga O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan kinolarni bizni mahalliy tadbirkorlar qilmayapti. Bizni umuman O'zbekiston hududidagi distributor bitta, Interfilm degan distributor bor. Ular ham hozir bilmayman qanaqa ishlayapti, lekin SNG davlatlari bo'yicha distributor bu Askar Sinema, o'sha Milaman desalar ham bo'ladi. Ular o'zini hududida, o'zini puliga dublyaj qilishadi filmlarni, rus tiliga yoki qozoq tiliga dublyaj qilishadi, keyin prokatga boshqa joylarga berishadi. Misol uchun O'zbekiston hududiga yoki yana boshqa joylarga. Ular o'zlarini cho'ntagidan pul chiqarib rus tiliga o'girishyapti. Qozog'istondagi distributsiya kompaniyasi. Ularga rus tilini keragi bo'lmasdi, agar rus tili ko'p pul olib kelmaganida. Hozir Rossiya sanksiyalar ostida yotibdi o'rtoqlar. Rossiyada sanksiyalar bosib yotibdi, kinoteatrlarida chet ellik kinolar ketmayapti shunga. Va hozir hech kim majbur emas edi rus tilida dublyaj qilishga kinolarni. Qozoqlar prosta o'zlariga inisiativani olib, rus tilidan ko'proq pul keladi, rus tilini ko'proq odam tushunadi SNGda deb rus tiliga dublyaj qilishyapti shu narsani. To'g'ri, arifmetika taraflama to'g'ri ish qilishyapti. Matematika taraflama. Lekin qozoq tiliga ham dublyaj qilishyapti. Bizni hududimizga buni issiq sovug'i ham yo'q. Bizni hududimizda har doim rus tilida bo'lgan, o'sha SSR davrida kinematografiyani umuman hammasi ruslarga bog'liq bo'lgani uchun ruslar o'zlarining sirlarini o'zlari bilan birga olib ketishgan. SSR tugagandan keyin, qulagandan keyin, biz ajralib chiqqanimizdan keyin xullas. Hamma sirlarini o'zlari bilan olib ketishga, sirlari bilan bo'lishmagan. Bu yerda avlodni yetishtirishga harakat qilmagan, qanaqadir maktab qilishmagan shu narsa bo'yicha. Shu uchun ham mana bu O'zbek film kompaniyasi kim necha milliard qarz bo'lib ketgan. Ular chunki o'zbek tilida o'sha o'zbek filmini olsak ham prosta erta ishlaydigan odamlar qanaqadir sterilni, hech kimga qiziq bo'lmagan narsa, o'sha davlat byudjetiga pul qo'shyapti, o'sha narsani olishimiz kerak. Shundan iloji boricha ko'proq pul shilib olsak, yeb olsak, qornimizni to'ydirib olsak, bizga yaxshi degan fikr bilan ishlashadi. Ular o'ylamaydi, bu hozir oxir-oqibat tugab qoladi-ku, mana qarzga kirib ketamiz-ku degan narsa yo'q ularda. Menimcha taktikani boshqacha qo'yib, shu kompaniya bilan birga o'samiz, birga pulimiz ham ko'payadi, birga hammaga yaxshi qilamiz degan fikr bilan ish yuritilganda hozir O'zbekistonda kinolar ham zo'r bo'lardi. O'zbekiston prokati ham zo'r bo'lardi. Boshqa davlatlarda o'zbekcha kinolarni ko'rishgan bo'lishardi. Yo'q, bizda o'zimiznikilar o'zimiz sindirishimiz kerak. Bir qanaqadir muhimroq mavzuda kino olinsa qo'ymaslik kerak. Odamlarimiz mamlaqa qilib yashashi kerak. Ko'zini ham, quloqini ham yumib. Menga shunaqa javob berishdi. Tadbirkorni o'zi hal qiladi deb javob berishyapti. U tadbirkor qayerdagi tadbirkor? Nimaga sizlar chet eldagi tadbirkor qo'llab-quvvatlashinglar kerak? 1-mart kuni 2026-yil 1-mart kuni qonun chiqqan, chet el kompaniyalari O'zbekistonda kino olsa
25% qoplab beriladi degan qonun chiqqan. Bu bilan ular o'sha O'zbekistonni nima deydi, reklama qilish maqsadi, to'g'ri maqsad deb olib qarasanglar bo'ladi. Lekin mana shu chet eldagilarga imtiyozlar bor. O'zbekiston hududida o'zbek tiliga qilaylik deb yurgan o'zbek mana bu ularga distributorlarga imtiyoz hech narsa yo'q. Misol uchun o'sha Interfilm degan O'zbekistonning distributori bor. Boshlig'i koreys odammi, kim bilsin u kim. O'zbek tiliga qiziqishi yo'q, lekin O'zbekiston hududida distributor o'shalar, prokatchik o'shalar. Ularga 6 ta kinoni o'zbek tiliga o'girishdi, keyin nima deyishdi bilasizlarmi? Yo, bizga rus tilida prosta ko'rsatganimiz yaxshi ekan, o'zbek tiliga o'zimiz cho'ntagimizdan sarf xarajat qilib, prokatda hech qancha pul ishlamaganimizdan ko'ra rus tilida ko'rsataverganimiz yaxshi ekan degan. Shuni oqibatida o'zbek tilida yo'q dublyaj o'rtoqlar. Tushunyapsizlarmi? Mana bu narsa bor-da, bizning xalqimizda boriga shukr qilish kerak degan. To'g'ri, boriga shukr qilish kerak. Lekin qiynalib yashayotganda miq etmay yashash kerak degani emas-ku. Misol uchun, boriga shukr qilib televideniyadagi qanaqadir piratskiy dublyajlarni ko'ryapmiz. Ofitsialniy, rasmiy, o'sha chet el bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlangan ish emas u. Qozoqlar nimaga rivojlanib ketyapti? Chunki xalq talabchan. Biz ham talabchan bo'lishimiz kerak, nimalardir talab qilishimiz kerak. O'sha Interfilm o'zbek tiliga qiziqmasin, boshqa davlatdan kelgan odamdir boshlig'i. Lekin o'shalarga o'zbek tilida kinolarni dublyaj qilishga qanaqadir imtiyoz, qanaqadir bizni nalogdan ketayotgan pullarimizni o'sha narsaga ham qanaqadir ajratib berish yo'llari bo'lsa, ular ham o'zbek tilida qilardi. Ularga joyi yo'q, qiyin, og'ir joyi bo'lmasdi o'sha narsani. O'zbek tilida dublyajni rivojlantirib, uni birinchi o'rinliga chiqarishga ularga yo'l ochilgan bo'lardi shunda. Kelajakda o'ylamasdan, kelajakda yoki odamlarni, davlatni o'ylamasdan, hozirni o'zida qornini semirtirib olish uchun harakat qilayotgan odamlarimiz juda ko'pligi uchun O'zbekiston rivojlanmaydi. Va bular shunaqa qilayotganini bilib turib, ko'rib turib, indamay yashayotganimiz uchun, talab qila olmayotganimiz uchun bu narsalar O'zbekistonda ko'p. O'zbekiston shu uchun ham rivojlanmayapti. Endi Xudo xohlasa, men tinch qo'ymayman, o'rtoqlar, bu narsani. Bu mavzuni men tinch qo'ymayman. Boshqa davlatlarda shunaqa qonunchilik bor ekan, bizda ham chiqsin bunaqa qonunchilik. Biz nima tadbirkor qonundan ustunmi tadbirkor xohishi? Biz qonun qo'ysak, o'sha qonunga bo'yicha tadbirkor ish yuritish kerak. Chet ellik tadbirkorini biz qo'llab-quvvatlab, bizni tadbirkorlarni, bizni studiyalarni ishini bo'g'ib tashlashimiz kerak ekan. Misol uchun-da, hozir agar o'ylab qarasanglar, chet elda nechta kino bir yil ichida, bir oyni, bir haftani ichida nechta kino chiqayotganini hisoblasanglar, o'sha narsani hammasini o'zbek tiliga olib kelish kerak deb hisoblasak, O'zbekiston studiyalar yetmay qoladi, o'zbek tiliga o'giradigan. Mutaxassislar yetmay qoladi. Shunchalik bo'lib ketadi, o'rtoqlar. Chet elda kontent ko'p, o'zbek tiliga o'girsa bo'ladigan narsa juda ham ko'p. Pul buni hammasi. O'sha davlatga boradigan, yana qaytib boradigan pul buni hammasi. Men bilmayman bular qanaqa ishlashadi, qanaqa tomondan qarashadi bu narsaga bilmayman. Biz faqat o'sha ruslarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak xullas. Shunaqa fikrlar, shunaqa o'rtoqlar. Men bu yerdan lekin harakat qilib yuribman. Endi men bu qasoskorlarga keladigan bo'lsak, mana bu qasoskorlarga keladigan bo'lsak, petitsiyani yorvordik lekin 10 mingta ovoz yig'ildi, почти deyarli yig'ildi. Hozir 9,5 mingta ovoz yig'ilgan. Bu 3 kunning ichida, 3 kunda. MyGovda petitsiya degan joy bor ekan, o'rtoqlar. Qonuniy anons bor ekan, men endi bilyapman buni. Uzr, boshidan bilmaganim uchun. Shunaqa narsa bor ekan. Yaqqa 10 mingta ovoz 90 kun ichida 10 mingta ovoz yig'ilsa, o'sha государственный уровеньda ko'rib chiqilar ekan bu narsa. 90 kun ichida biz 3 kunda yig'dik 10 mingta ovozni. Endi xudo xolasa agar bu ma'lumotlarni MyGovga shuni ko'chirib o'tkaza olsam, zo'r. Agar ko'chirib o'tkazib bo'lmasa, biz yana bitta petitsiya qilamiz MyGov uchun. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Hali aniq emas bu narsa. Lekin men harakat qilaman bu uchun. Xullas 10 mingta ovoz yig'ilmoqchi. Men distributorlarning gruppasiga xat yubordim, o'rtoqlar. Menga xabar yozishmadi, javob berishmadi. Chunki men bir necha safardan beri ularga harakat qilyapman bog'lanishga, menga hali hech qanaqa javob berishgani yo'q. Men sizlarga
qanaqadir va'da bera olmayman, bu bo'ladi deb, lekin xudo xolasa mani qanaqadir kozirlarim bor, o'zimni o'ylab turgan narsam. Harakat qilamiz, balki dublyajni men studiyamni hisobidan yoparmizda dublyajini. Keyin bizni rasxodlarimizni prokatdan keyin qanaqadir qilib chiqarib olish yo'llari bilan biz ular bilan kelisharmiz. Balki dublyajni tekin qilib beramiz, kelinglar o'zbekcha qilaylik deb biz ularga tashabbus bilan chiqsak, ularga o'sha ma'qul kelar. Lekin men maksimal darajada harakat qilyapman o'sha o'zbek tilida dublyajlar bo'lishi uchun. Bitta Qasoskorlar qiyomat kuni emas, boshqa dublyajlar ham o'zbekchada bo'lishi uchun. Misol uchun, umuman hech kimga qiziq bo'lmagan kino bor deylik. O'sha rus tilida bor. Unga ruslar tushmaydi. Misol uchun, O'zbekiston hududida ruschada ko'radigan odam unga tushmaydi. Agar xuddi o'sha hech kimga qiziqmas bo'lgan kinoni o'zbekcha dublyaj bo'lsa, o'zbeklar qanaqa ekan deb o'shanga kirib ko'radi o'rtoqlar. Endi ko'ramiz nima bo'lar ekan. Harakat qilaveraylik, sizlar ham qo'llab-quvvatlash davom etinglar, petitsiyalarni men hali sizlarga yana yangi xabarlar bilan chiqaman. Xudo xohlasa bir narsaga erishamiz endi. Biz eshitmay qolishmas. Men juda qo'pol qanaqadir gaplar aytdim, endi hammasi men emotsiya qizishganimdan bu narsa. Endi jiddiy qabul qilib, kimdir xafa bo'lib qolmaydi degan umiddaman. Xafa bo'lib qolib, biz ham ovozimiz chiqmaydigan qilib qo'yishmasa bo'lgani. Xo'p, o'rtoqlar, harakat qilaveraylik. Endi ko'pchilik bo'lsa baribir hech narsa qilisha olmaydi. Baribir harakat qilish kerak. Nimadir qilish kerak, talab qilish kerak. Talab qilmasanglar qolib ketaverasizlar. Borib lekin murchini azbuchka qilaman. Bo'pti. Hammaga katta rahmat. Xayr, omon bo'ling.